Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ko'rib turganimiz sizlardan ancha xursandmiz. Mana hozirgi bitta bemorimiz kelgan. O'tgan safar shu oyoqlarini tekshirganimda oyoqdagi yassi, mana oyoqda kaft tomoni bo'lsa yassi bo'ladi. Yassi bo'ladigan insonlarga hozir nima qilish kerak? Bu maskani yeching, patak chiqaring. Mana bemorimizga oyog'idagi patak qo'ying deyapmiz. Bu patak ortopedический aptekalarda sotiladi. Mana shu patak, mana shu oyog'i yassi odamlar mana bu yerda ko'proq chuqurroq bo'lma tekis bo'ladi. Bu umurtqa pog'onasiga bog'liq. Mana shu yerda, mana shu yergacha umurtqa pog'onasining sistemasi tushadi. Tuzilishi. Agar sizda umurtqa pog'onangiz mana shu shaklda bo'lsa, sog'lom yurasiz. Agar mana bu shakl yo'q bo'lib, tekis bo'ladigan bo'lsa, boshingiz kasaldan chiqmaydi. Bel og'riq, oyoq og'riq, yana boshqa organizmlarda nogironlik holatlariga ham olib kelishi mumkin. O'shaning uchun ota-onalarga maslahat, bolalar oyog'ini pastdan tekshirish kerak, yassi emasligini. Ko'p insonlar oyog'idagi yassi tug'ma dedi. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Mana aptekalarda arzon sotadi mana shu pataklar. Xursand bo'lgan sababi, mana bemorimizga aytdik, mana shu patakni topib olib kelingda, buni pastdan buni naskini ichidan kiyish kerak. Ko'plari mana botinkasiga emas, uyda yurganda ham naskini ichida shu umurtqa pog'onasini to'g'rilash uchun oyoq tagini to'g'rilash kerak. Bu yerda umurtqa pog'onasi agar yassi insonlarda qazibet ko'p bo'ladi, ich qotish, immuniteti past bo'ladi, yurganda charchoq bo'ladi. O'shaning uchun mana armiyaga ham, xizmatga ham borganda oyoq yassilarni olmaydi. Chunki og'riq ko'tarib, qiyin nagruska bo'lgan payti sirazi u belida grija paydo bo'lishi mumkin. Yana qolgan organizmlarga ham nojo'ya ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun bolalarda oyog'i yassiligi tug'ma yassi emas, mana shu pataklar sotadi arzimagan pulga. O'shani olib berib qo'yinglar. Ko'p insonlarda o'zi ham yoshi katta bo'lsa ham oyoq yassi pastdan problemadan chiqmaydi. Tovoni og'riydi, beli og'riydi, oyog'i og'riydi. O'shaning uchun mana shunaqa pataklarni sotib olib, naskini ichidan kiyib yurishga tavsiya qilaman. U rezultat keyin o'zgaradi. Yevropalarda ham xuddi shunday, mana Xitoy, Yaponiya, mana qolgan davlatlarda ham mana shu patak bo'lsa, onun ichida 3 ta magniti bo'ladi. 3 ta magniti shu qon aylanishni ham yaxshilaydi. Bir 700 ming turadi. Bu ko'p kompaniyalarda sotadi. Odamlar sog'lig'ini, misol uchun, mana bizlar ham achki sotib olib, ko'p giyohlar sotib olamiz. O'sha kompaniyalar patakni o'zi 750 ming so'm sotadi. Undan ko'ra arzon mana O'zbekistonda ishlab chiqarilgan narsasini qaring, ko'p og'riqlardan, kasalliklardan qutulasizlar. Oyoq yassi necha yildan beri qiynalib kelasiz mana shu kasallik bilan? Bu narsa menda tug'ma bo'ldi. Tug'ma. Menga hech yaqin kungacha og'riq bermagan. Yaqin kunlarda shu oyoqda o'ng oyoq past to'pog'ida muammo bo'lib, tekshirtirdik. Asosiy masala shu oyoqda yassiligi, beldagi grija bo'lib chiqdi. Yoshingiz nechada? Yoshim 30. Hozir mana muolaja qildik, hijoma qildik, manual terapiya, kastaprav, yana bu mana patakni oldingiz. O'shandan keyin o'zgarishlar qanday, yaxshimi? Hozir bugun 2-chi kun, bir hafta oldin birinchi qabulga kelgandim. Bugun 2-chi kun, bir hafta ichida rezultat yaxshi. Oldingiga nisbatan oyoqlar ancha qo'yib og'riq pasaygan. Endi mana shu bemorlarimizga aytsak, ko'plar to'g'ri qabul qiladi bu narsani, ko'plar to'g'ri qabul qilmaydi. Keyin boshqa klinikaga boradi, yo boshqa tabibga, boshqa doktorga uchraydi. Xuddi siz aytganingizni qilmaydi. Biz xursand bo'lganimiz shu patakni olib taqing dedi, qayerdan bo'lsa aptekadan biron joydan olgan, taqqan. Mana endi bu rezultat qanchada rezultat bo'ladi. Biz manual terapiya, hijoma qilib yordam berdik bo'g'imlarga. Keyin bu og'riq bilan kelyapti. Bo'g'imlarga magniy, kalsiy, sink, K2, D3 vitaminlari yetishmaydi. O'sha vitaminlarni beramiz. Xudo xolasa ukamizga patakni 1-2 yil taqadi, oyog'i joyiga tushib ketgancha. Agar sizda oyog'ingiz yassi bo'lsa, kasallikdan bosh chiqmaydi. Nega desa, shu hamma umurtqa bo'lib, umurtqa bloklanib qolgandan keyin umurtqaning har bitta pog'onasining orasida
har bitta organizmga ketadigan nerv sohasi bor. Oshqozon, ichak, 12 barmoq ichak, yo'g'on ichak, jigar, prostata, mana bularda buyraklarda bloklab qo'yishi mumkin. Immunitet tushib ketadi ko'p, kasaldan boshingiz chiqmaydi, har xil ukol dorilar ichasiz. Rezultat mana shunday. Asosiy oyoq yassi odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, maslahatga kerak, tibbiy ko'rikka keladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Jizzax shahar Madad shifo klinikasi. Telefon nomerimiz 91 208 98 68. E'tiborlaringiz uchun rahmat.